Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 8-iyun 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 52 so'm 23 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.049 so'm 44 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.204.944 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.5% ga tushdi. Yevro 75 so'm 18 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.024 so'm 34 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.402.464 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.7% ga tushdi. Rossiya rubli 2 so'm 40 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 163.920 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 1.1% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 77 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 73 Rossiya rubli 51 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7350 Rossiya rubli 81 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1.7% ga tushdi.